Bir hafta yaptı. Mana, damlakan işte. Mana. Ayna xaltanın yazıları. Ayna xalta var bu. Ben Rımeştin gülü bu. Kur'an harflerini babalarımız mana. A, El, H. Allah, Hak, Allah Hak, Allah Hak, Allah Hak. Bunu Kattenemenin bir mapremeçi olur sandığı. Kattenem endi bir Samarkand'dan Ali Magnat'ın kızı bağın da şekilde. Ayağımı uzatsam oğul olur bacca, ayağımı uzatma da uçadı. Keyin qarasam bir yerde Allah Hak da yazılgan ekan. Yana qaytadan şunu bir taraf aytın damla bana. Ana şu A dedinizden. Ana Alif, Lam, Lam, He. Allah, mana Hak. Allah Hak, Allah Hak, Allah Hak, Allah Hak. Mana tumarchalarda mana yorug'liq degan so'z. Yorug'liq osmonimiz musaffo bo'lsin deydi-yu. Mana o tumarchaning bargaklari bor. Tepasida 1, 2, 3 ta 4 ta qizi bor ekan. 1, 2, 3, 4 ta 5 ta uli bor deb onalar zebigardonning ustidan tumar taqilgan ilgari. Mana mapremeshi belbovlarimiz bor-ku, Chalatamdan belbov bor edi. Kelinchaklar kuyovga belbov tikkan. Suv. Yani hayotimizning ichi tishi suvday tiniq bo'lsin deb niyatda tikkan. Xonadonimizning har bir burchagi gulday shodam quvonchga to'lsin. Bizga nima kerak? Vafo. Qaysi bir yurtlarda sargardon bo'lib jirmang gastrobayter deganim uchun peshonasining sho'rini artib uyga qaytib kelgan ilgari. Hozir kelmaganining sababi kelinchaklar shundan belbov tikmay qo'ydi. Aksincha futbolkalarga traditsiya Big Boss International Boss'da uyga kelish bilmay yurgan. Mana zardevorlarda bismillah atlas belbovlar bor edi. Huvalloh. Ana Ka'ba degani joy namozlarning guli. Tushundingizmi? Mana bu qarang. Bu nimaning guli desa, kiyizning guli. Kiyizning guli. Mana yerda bir narsa bor. Mana qarang. Uzr, shamollab qolibman. Mana bu en yan deganda ata-bobolarimiz otaşparast bo'lgan. Shuning uchun in degani kechasi, yan degani kunduzi. Mana shu kunduzi boshimizda hamisha porlasin deb turib, men do'ppilarga mana shu kunduzini qo'ygan. Tushunarlimi? Bu eradan oldin. Do'ppining tepasidan qarasangiz mana. Aylana biz harakatdagi xalqmiz degan so'z. Shuning uchun gap ko'p. Endi bakteriya saltanati to'g'risida mana taqiyalarimizni qaraysiz. Butun Tojikiston mana bu taqiyani kiyadi. Anjan do'ppi. Anjan do'ppi, mana bu Mavlon do'ppi, Toshkent do'ppi. Bu osmonimiz musaffo bo'lsin degani. Quyosh yulduzlar. Do'ppisiga qarab bir nuqta bo'lsa, yenasi bor degani. Ikkita bo'lsa atasi bor degani. Nuqtasi bo'lmasa yetim degani, bu savra degani. Shuning uchun a'lochi o'quvchi qobiliyatlarining kissasi kontraktini pulini tashlab ketgan boyvachalar. Mana bu jamiyat boy va kambag'aldan iborat bo'lsa ham maqsadimiz bir. Boshimizda hamisha yorug'lik porlasin. 1, 2, 16 ta uli bor ekan, boyata to'rga o'ting deb taqiyasidan bilgan. Hozir mashinasiga qarab, Jiguli ayvonda o'tiring, chipta kelganda to'rga o'ting. Mana bunisini bilib qo'ying. Buni fartuk jilani deyiladi. Orzu umidlar hamyoni. Shu do'ppining sohibining nima muammosi bo'lsa, shu yerga simbolika deyiladi. Ramzlar bilan berilgan. Farzand talablarga nuqta qo'ygan. Biznesni rivojlanmaganlar o'ng tomondan ham chap tomondan daromad yoniga tushsin degan niyat. Uyda ayolning chakkasi ochilib qolsa, shu apa bir narsa qilib bering desa, suvda chizib bergan, suvday prozrachniy bo'lib ketsin hayotida. Bu mana Makka Ka'batullohning imomi. Kelganda boshiga laqacha taqiyam kiygizdim. Bu dedim Imom Buxoriyning taqiyasi desam, tavof qilib olib ketdilar. Ya gapni ham bilish kerak dedi. Gap yo'q, damli bor, gap yo'q. Bizda paxtaqor qilib, paxta tergizib, dekabrda ham javob bermaguncha. Shuning uchun piyolalarimizda gulni bu paxtaning guli deb yuborgan. Aslida paxta guli emas. Bu R-B-I. Robbim Allah bergan ne'mat deb yozilgan. Bu yoqdan o'qisangiz ham, bu yoqdan o'qisa ham Robbi Allah. Buni piyola deymiz. Robbim Allah bergan ne'mat. Mana. Mana R, mana o B nuqtasi var.
Shu nuqtasi bo'lmagan piyolani sotolman. Mana ya harfi. Bunday aylanib qo'ysa naqsh bo'ladi. A L L H Allah. Ko'rdingiz bu yoqdan ham bu yoqdan ham shunday. Xullas kalom mana bani odam a'zo yeydigan pilar ofarina ziya gavhara. Chun uzvi badal ovarad ro'zgor, digar uzvu horo namonat qaror. Tushundingizmi? Laqaylar arangutan shimpanzini bolasi emas. Odam otaning fleshkasidan chiqqanmiz deyverasizlar. Mama havo kattadan bo'ladi, odamda chaldan bo'ladi. Bo'ldimi? Rahmat. Salomat bo'lsinlar. Rahmat.